Anam uyda yo'q bo'lib edi, bugun tamoq etmayman, ozodlikka chiqaman deb ozod zaman degan naqshini etib o'tasam, qiynasangnim kepli partuqni chigibli qo'ydi. Hada tamoq eting deb. Qanday falinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranchkilim Miyaslardan hammanglarga o'tib salomlar olsun. Bugun qiynanamning bir to'y ishi bormi aytavr biriga ketdi. Shuning bilan bizga uy o'ngchi qoldi deb ballar. Nima qilamiz? Yoshlarcha bir jahon tutib boqaylik deb qopdi qiynasangnim ikkimiz. Oshxonni o'rvatgan qilqalliq atganimiz bir tamoq. Ems qizlarma yoshlarcha jahonlarni tutib bunda romantik tamoqlarni etib yeyish bizga mas kelemdi, mas kelmemdi. Yalnız Miyaslar bo'ldi, sal o'zingiz bisilib, qiynaningizlarni kayni jusangiz bo'ladi ekansiz. Menda oshxonlarni o'ngchi tamoqlarni etime deb qolmang. Deb mushta o'ylab qolamsizlar, Pingnon rayonida men vlogni ko'rib bir baholaringlarni beringlar qizlar. Ems men o'z beshimchilik bilan bugun qattiq yangicha zamonaviy tamoqlardan biri bo'lgan Gengo bilan Italiya chopini qo'rishni boshlab ketdim. Biyikqaga o'ygandaklar kiribdi men saydiganing. Manda saylarni qo'shsizlar, onda saylarni qo'shsizlar debsizlar ekan. Do'yindagi qizlar sizlarning o'lchiminglar bo'yicha etay deb. Tozim kiribdimi bu saylarni? Shuning bilan bo'lishig'miyadi saydigan oqlab, men qiynasangnim tashlab libadim, juya saqam desam. Voy, ling-ling qo'noq ballar chataqqa, men saylarni cho'tqilab yeyamdim deydi. Yo'q, saqam, shijojim qo'yib yursa, buni cho'tqilab yurmaysa dedim. Shuning bilan saylarni cho'tqilab yuyib, saylarni yuppa deganga to'yib, qozonga maylarni qo'yib, bugungi gangoni ish qilib bir nimalarni qilib pishiryotim. Ammo men qiynasanglimning masay ko'ktabni jug'unida bugungi tamoq yarim kechada emas, tong atqanda pishirdigan o'xshaydi. Shuning bilan jinim soqqan bo'ladi deb, men oldiraytim deb teziltibdim. Bayatın hada sana partuq chigib qo'yay deganda qilyotdi. Partuqlarni xata chigib yuribdi. Shunday men partuqni xata chigib san o'disa qo'saq burnini qo'ydi. 63 kiloluk badan bilan 43 kiloluk badan farqlanibdi qizlar. Bir xalta bug'doylarga o'tirmaykan, menda kichiklarning indaman. O'zimcha 63 kiloluk badanimni xelibe yaxshi o'riq deb o'ylab ketibdim. Ortiq o'ylab olgan o'xshayman. Ya qilib olgan gango sayko'ktablarning hammasini qaynoq suvdan bir qaynatib o'tkazib o'timiz-kanda qizlarni bu gangoda. Men qozonning suvi tugmay turib, may qo'yibman-ka cho'chirab mashkimiz shaman bo'lib butun jahonga may chachirtib. Qalaymiqanning ustiga qiynanam kelib qoldi-ku. Apla, tilanglaydigan bo'ldi qiynanamdan desam, asta kiyimini amlashtig'ini o'y kirib ketdi. Qiynasinglim bo'la ratlaydigan yerlarni ratla dedim. Telefonni tashlab u ratlaydigan yerlarga tushib ketdi. Men bo'lsam qozimdagi may qizib ketganda gango qo'rishni boshlab ketdim-da. Avval go'shtni silib birdamni qizartib qo'rvatgan ekan, so'ng piyoz, sinjang, samsoqlarimizni solimizga obdan qilib bir qo'rvatdim. Kayni dilib ustam-ustamlarning ayliqi tiyolyolarni akab seplavatdim. Bu tiyolyoni silib birdam ranglari qizarib chiroyliq bo'libmish go'shtlar buning ichiga kirgan, kirib, sinib to'g'chilam iliq gangoning o'zining materiallari bor-ku. Shuni akab seplavatimizga silib tozashmish butun tiyolyoni hammasimiz gangoning ichiga o'g'liq bag'ichi birdam qo'raymizga. Bak uzoq qo'rvatsanglar shirshim bo'lib qoldi qizlar. Azroq qo'rvatgandan keyin ham sayib ko'ktattirimizni silavatimizganda, ma arliqda qiynapam to'ydan kelgan taqtirlarni taqtiyotdi bizga. Avval men taqtib aronkin qizga beryapti. Mushu paytlarda qiynasanglimning asad o'tirib qattiq tutdi. Apa, men qizingmi, men qizingmi deydi. Men qizimla deb meni ko'rsatdi qiynanam. Valde o'zimizni osmonda ko'ryapmizda, qiynanimiz maqtavatgan ekamiz-da. Shuni bilan men gangoni birdan o'chirib qo'rqibdim. Qiynasanglim yara deb yap qilib qaraydigan bo'lsak, men morni nega gapirsa bu o'tni beramsa haqqi deb oshtasam qarab turdi. Bir ko'r morchilasam, uni selishni muntib qattiq shuni bilan qaraman. Men demidimmi? Oshxonaga maskanmayman, demidimmi? Mana maskanmayman, jinim ballar men yolg'iz qolsam o'rib oshxonlarni mana manda qalayim qanchiliqning hammini men tadim. Kinimiz bir tamoq qiynanamdan yedoq tiltayoq deb yugurib qozon beshini yig'ishtiryapmiz. Qiynanam chiqish chaqqan yig'ishtiraylik, bo'lmaydiganimiz til degan o'lgidek anglab ketimiz deb. Valloh uni qozon beshini yig'ishtiryapmiz deb texi Italiya cho'pi tutishmi qilmadik. Gangoni qo'rib olgan bo'ldik-da hozir. Voy jinim qizlar, beshinglarga sizlarmishda qalayim qan qilyapamizlar. Oshxonlarni yaxil bir chetdan ratlab, bir chetdan etamizlar. Qiynanamdan qo'rqib yuribmiz qozon beshini yig'ishtirayotgan keyin ikkinchi tamoq Italiya cho'piga tayyorlik qilyapmiz. Bu tamoqni osonga birdan bilib pishirgan qizlar. İtaliya çöpünü etavermay qizlar. Go'shtni solimizgan, piyozni solimizga, samsoqni silavatgandan keyin Italiya cho'pining tiyoliyosini solimizga, uni toza undan qilib qizartayotgandan keyin qizlar cho'pni tashlab o'timizga. Bir ikki qatim rangni kirdirayotgandan keyin iliq qizil loz bilan ko'k lozni valaqqa qilib solimizga,
2-3 qoruymiz ki. 10 minut emas, 5 minutmi ketirgan tamoq bu. O'rinlarning tamoqqa bu, nima degan oson tamoqlar. İtaliyaliklar mushuni yeydi ekanda, bolalar. Ular asli oldu-ki tamoqni, ularning kellalari bizga o'xshash soat-soatlab oshxonada o'tolmaydi-ki. Onda olsam pishadigan tamoqlarimiz chiq-chiq qayvatinglar qizlar 1 soatlik avvalaq bo'liqlik qilib o'tmankan-ku men. Shunda qilib mening tamoqim pishib bo'ldi. Ma qiynasinglim bilan qizim ikkisi voy as salat qilinglar deb qo'ygunimga 1 soat oldi. Mana 1 shangjo, 1 mevalarni oqlab bo'lamayotgan. Akagin o'y deb valloh buloq yordamlashayotgan ekan. Tayyor qilib o'tibdi salatlarni. Shunda qilib degan tamoqlarimizni mana pishirib yoshlarcha bir yashab beqib tiqib